3 fevral seshanba kuni uchun ob-havo prognozi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Bugun kunduzi Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlari va Farg'ona vodiysi viloyatlarida kunning birinchi yarmida yomg'ir yog'ishi mumkin. Respublikaning qolgan hududlarida yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 13-18 daraja iliq bo'ladi. Poytaxtimizda kunning birinchi yarmida yomg'ir yog'adi. Shamol 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 14-16 daraja iliq bo'ladi. Tog' oldi va tog'li hududlarda ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Shamol 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat 0,5 daraja iliq bo'ladi.